Bugungi dilnomalarni, samimiy tilaklarni aziz va qadrli bo'lgan jannat boyli, xush chiroyligingiz, boshingizdagi tojingiz, siz uchun har nega tayyor bo'lgan volidai muhtaramangiz, onajoningiz Muqaddasxon opamiz nomidan qabul qilasiz. Albatta, onajoningiz nomlaridan bugungi dilnomalarga, samimiy tilaklarga dadajoningiz Qahramon aka, onajoningiz Muqaddasxon opa, qolaversa Dubayda oliy ta'limda o'qiyotgan singlingiz Shahzodaxon, turmush o'rtog'ingiz Yulduzxon opa, jajji o'g'ilchangiz Muhammadjonlar bugungi ayyom bilan sizni qutlaydilar. Agar menga ijozat bersangiz va 5 daqiqa qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, ularning dilnomalarini o'qib eshittirsam maylimi? Keling. Bu safar onajoningiz, keling unda diqqat bilan tinglaymiz. Assalomu alaykum, suyangan tog'im, ishonganim, oila talmush mustahkam qo'rg'onimizning himoyachisi, bir umr yelkalarda faxr va g'urur, iftixorimizni olib bizga rahmatlar eshittirgan o'g'lonim, shodiyona kun muborak bo'lsin. Bugun sendan-da men dunyoda baxtli bo'lgan kun, chunki Robbim menga sendek o'g'longa onalik baxtini nasib etdi. Hamisha boshing tik, qadding ulug', martabang yuksak bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'raman, boringga shukr, sen bilan faxrlanaman. Ilohim, birgalikda Makka va Madinaga haj, umra ziyoratlariga borib, tashrif qilgan joylarimiz Baytulloh, Ravza-i Muttahora, Quddus Sharif, Arafat va Mino, Muzdalifa, jannatlarda esa payg'ambarlar majlisi bo'lsin. Robbim umringga, rizqingga, topayotgan davlatingga barokatlar ato etsin. Dunyoda shunday yashaginki, tashvishing farzandlaringni go'zal xulqli, ummatga manfaatli ilm talab, ahli Qur'on, ona yurtimiz uchun munosib qilib tarbiya qilish, sayohatlarda umring o'tib Robbimning al-Musavvir zot ekanligiga iymon keltirish, shu bilan birga bugun qaysi uyga ehson qilsam ekana degan tashvishlar bilan bo'lsin. Faqirlarga uy hadya qilguvchi boylardan bo'lgin. Jannatlarda esa Baytullohga Biloldek xushovoz Qur'on qori bo'lajak o'g'lonlaring, solih soliha qizlaring qo'llaridan boshlaringga toj kiymoqlik nasib etsin. Ilohim omad ostoningda kulib tursin. Suyukli yoring bilan birgalikda dunyoning eng baxtli insonlari baxtingizga, sevgingizga, muhabbatingizga havasla boqsin jonim o'g'lim. Anqoning urug'i menga qarindosh, dard o'lib ketganda topilmas sirdosh, nomard nokasga hech egmasin bosh. Farzandim omadin bergin Xudoyim, bir o'zi 10 taning o'rnini bossin. Duch kelgan alamning bo'ynidan ossin, doimo eng yaxshi kunlarni ko'rsin. Farzandim omadin bergin Xudoyim, u har doim to'g'ri yo'lingda, yer va ko'k aylanar sening qo'lingda. Marhamat aylabon ojiz qulingdan, dilbandim omadin bergin Xudoyim. Farzandlar sarasi ko'ngli oq sodda, kechagi arazi qolmaydi yodda, so'rayman duolar qilib bomdodda, dilbandim omadin bergin Xudoyim deb onajoningiz bugungi dilnomalarga yakun yasabdilar. Ularga aytmoqchi bo'lgan rahmatlaringiz, tashakkurlaringiz bo'lsa marhamat, sizni eshita oladilar. Rahmat onajon, bolaga shukr, nasib bo'lsa hojatlar bo'lsin, nasib bo'lsa inshaalloh. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Shodiyona muborak bo'lsin. Hayotingizning har kuni, har daqiqasi Allohimning go'zal ibodatlari-yu baxtli oylarga boy bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.